har qanday kun solih amal qilish mana shu kunlardan ko'ra Allohga suyukli emas deganlar. Ya'ni biror bir kun solih amal qilinishga mana shu Zulhijja kunlarichalik Allohga suyukli emas. Ya'ni 10 kuni Zulhijjani. Odamlar aytdiki, ya Rasululloh, hatto Alloh yo'lida jihad qilish hammi? Ya'ni shu kunlarda qilingan amal Alloh yo'lida qilingan jihoddan ham suyukli bo'lib ketadi Allohga. Shunda hattoki Alloh yo'lida jihod ham dedilar. Illo bir kishi shunaqa jihod qilsaki, nafsi va moli bilan chiqsa-da, so'ngra bularni birontasi bilan qaytmasa, mana bu kunda amal qilgan odamlardan ham ajri oshib ketadi. Bu degani bu odam bor butuni qurbon qilsa degani-da, Alloh yo'lida. Nafsi va molini olib chiqib vaqo bilan qaytmaydi. Ya'ni ular shahid bo'ladi degan. Mana yuqoridagi hadis dalil bo'ldiki, mana shu 10 kunlar amal qilishlik Allohga bu dunyodagi hamma kunlardagi amaldan suyukli. Undan biror narsa istisno qilinmayapti. Hatto jihod ham ya'ni.